Aeroportda kimlar mashina qilib yuradi? Topinglarchi. Kema men tarafga, kema Zoroyir. Sizlar doim sizlarni kayfiyatinglar ko'tarish harakatini qilaman. Pozitivniy videolar hamda o'zim ham pozitivniy bo'lishga harakat qilaman. Qanaqangi muammoim bo'lmasin. Xullas akalar, bitta narsaga amin bo'ldim, o'sha narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni hech qachon hayotingizda bo'lib turgan narsani ommaga olib chiqmanglar. Men mana traktor nech pul topamiz, qanaqa hayot, u bu endi o'zimcha haqiqatni gapiradigan inson sifatida sizlarga o'zimni ko'rsatdim. Bu juda ham xato ish ekan. 2 yil trak haydagan bo'lsam, trakda hech qanaqa muammoim bo'lmagan. Mana, ya'ni meni aybim bilan emas, boshqasini aybi bilan, ya'ni ustalarning aybi bilan trakimning motori ketdi. Bu degani kamida $20,000 rasxoti bor. O'shancha hozir mana arendaga mashinani olib Agayoga qaytib ketyapmiz. Hali uni qanaqa valakidalari bor, Xudo biladi. Instagramda har xil odamlar kuzatadi, kimnidir nazari och, kimdir ko'ra olmaydi, hasadgo'ylar, kerak bo'lsa o'qitib oladiganlar ham bor. O'zimni hayotimda ham ko'rdim shunaqa odamlarni. Xullas, menga juda ham bu yaxshi dars bo'ldi. Qaytib bunaqa traktor qancha pul topadi, qanaqa va hokazo deydigan videolar qilmayman akalar. Faqat shu hazil huzul va hokazo. Lekin o'zim bilaman hozir ichimdan nima o'tyapti turganini. Charchamanglar.